aytyapti. Bizning oxirlargasan sog' borib, sog' salomat nasib bo'lsa ziyoratlarni qilib, ziyoratlarni Allohimiz bergan qavmimizga Allohu akbar. Yo'limizni bersin. Hammalar yaxshi boringlar. Oq yo'l hammaga. Yaxshi boringlar. Xo'p, rahmat. Azvarsdagi ketdi. Charchaman. Sen hep dur kıpı. Hep. Bu ola qolib ketmasin. prezidentimizga rahmat. Siz endi managa yugurib kiyib o'tiribsiz, mana 2 avtobus birga jo'nab ketyapti. Ha, o'sha bo'lsa yaxshi-da, bir boshdan ertaga o'zing ko'rasan tezroq. Shkolingiz qaysi tomonda? Bozordan shkolingiz. Marhamat. Ustoz marhamat. Bu hafta o'zim bu hafta o'zim Yaxshi keldingizlar. Kimga chiqamiz tepaga? Chiqarmagan lift bor ekan. Yashasın, yashasın. İki açık. kechasi bilan bu aqara-baqar bo'ldi-da. Shu yerga boryapmiz.
uchun doniyor. وسلام على المرسلين ولا Niçin nedir? Hiç olduğunu da mı olmuş? Metre özleşmesem bana şu da bakın. Niye getirmezler? Kiçik futbolcular hamısı maaş veriyor. Macron, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Makam приехал. Прямо Самарканд. Rahmat yetkazaman. Rahmat, sağ olun. Shu nimaga borganimizda, Boqiy shahriga borganimizda hammamiz hayratda qoldik. Mana shu Amir Temur bobomizdan keyin Shavkat Miromon o'sha davriga keltirib, mana shunday Boqiy shahar barpo etilganligini ko'rib, o'ylaymizki, mana shu yerda o'tirgan barcha otaxonlar, onaxonlar
mana bu yerdan borgandan keyin o'zini taassurotlarini yetkazib, mahallalarga yetkazib, mahallalarda ham mana shu ichki turizmni rivojlantirishga o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz. Mana bugungi tadbirlar Xudoyberdiyev mana shu yerda o'tiribdi. Tumanimiz hokimi mana ishtirok etyapti. Mana endi o'zimizni paxta mana endi aradan 25 yildan mana o'tib qo'ydi salkam. Bir 3 yildan yaxshi ishlagan bu yer. Bir dam olib, bu yerdan chiqib o'zlarining nima yumushlari bo'lsa bitirib, yana yurtlariga qaytib ketish imkoniyatlari bo'lgan. Lekin keyingi bir 20 yillarda bu yer tashlandiq bo'lib qolib ketgan. Hozir endi to'g'risini aytishimiz kerak, bir yaroqsiz holatga kelib qolgan edi. Har joyga o'zini urib ko'rishdi boshqa, lekin biz nuroniylar nomidan, sizlar nomlaringizdan harakat qildik. Hatto sudda ham bizlar yutib chiqdik. Va mana shu bino yana hurmatli nuroniylarimizni foydalanuviga qaytdi. Mana Farmon aka bo'ldi, yana Nuroniy kengashining a'zolari hammamiz yig'ilishib viloyat hokimiga murojaat qildik. Viloyat hokimi Aziz Muzaffarovich Boboyev agar nuroniylarga bo'ladigan bo'lsa, men jonim bilan ta'mirlab chiroyli qilib beraman, nuroniylarga hamma qulaylikni yaratib beraman deb baralla zimmalariga oldilar va o'sha kuni ish boshlandi bu yerda. To'rayev degan yigit aytdiki, "Yana nuroniylardan bir duo olay, mana shu yerni men ta'mirlab beray, jihozligacha qilib beraman" deb u ham zimmasiga oldi. Mana qarangki, 15-may kuni Shashka degan haligi xonamiz bor edi, shaxmat Shashkadan musobaqa qilib kutubxona ochganmiz. Kutubxonada o'tirib kitob o'qib, bir kunlarini bir chiroyli qilib, hordiq chiqarib, keyin vatanlariga qaytib borishyapti. Qurbon hayiti bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Futbol bayrami bilan sizlarni tabriklayman. Bu yerda futbolga befarq odamlar bo'lmasa kerak. O'zbekistonimiz hurmatli prezidentimiz bitta narsani yana bir marta isbot qilib berdilar. Agar rahbar o'zi kirishsa, albatta muvaffaqiyatlarga erishish mumkin ekanligini bir marta ko'rsatib berdilar. Mana ko'rdilaring, futbolga o'zlari bosh qosh bo'ldilar. Bugun 35 yilda amalga oshmagan ishlar amalga oshib kelsangiz, mana shu yerda kutib olamiz. Sizlarni mana shunda ko'rganimizdan xursand bo'lamiz. Aytadi-ku, do'st bilan obod uying, gar bo'lsa ul vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan, vayronadir qoshona. Bu qoshona kimga kerak, agar sizlar kelmasalaringiz. Katta rahmat, xush kelibsizlar. Hurmatli obyektlar, xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar, men ko'p gapirmoqchi emasman. Hammalariga yaxshi kayfiyat tilayman. Ko'rib xursand bo'ldim to'g'risi. Hokim bor. Katta mavsumlar oldida turibsizlar, pishirchilik oldida turibsizlar. Xudo hamisha hammamizni qo'llasin. Olam sirri hech katta ketma. Bas va nizolarda ko'p shatta ketma. Ketma yerdan ketma, elatdan ketma, me'yordan tarozu va haddan ketma. Bevaqt yo bemavrid olamdan ketma, olamdan ketsang-da odamdan ketma. Savobga yo'g'rilgan tilakdan ketma, bilakka qo'yilgan bilakdan ketma. Dil ishqqa to'la ushoqdan ketma, iztirob chog'ida mashshoqdan ketma. Chiroying ochganda chorbog'dan ketma, fikrat va niyatining sog'dan ketma. Uchqun ol sevgidan lek yonib ketma, pir ustozlardan hech qonib ketma. Pichoq bersang oyoq qilingdan ketma, e'tiqod iymonu diningdan ketma. Farmon der asragin o'zingni doim, qisqasi hech qachon o'zingdan ketma. Assalomu alaykum aziz paxtachiliklar, nuroniylar, opaxonlar, onaxonlar. Xudoyberdiyev avvalambor siz boshidagi nuroniylarga butun paxtachiliklar nomidan o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Juda xursand bo'ldik biz paxtachiliklar kelganda Samarqand shahriga va yuqorida aytib o'tganingizdek qayerga borishni, kimga uchrashishni to'g'ri shu yerga keladi. Bahavo joy, davlatimiz rahbarining bevosita tashabbuslari bilan qurilgan muarraf
va bugungi kunda Aziz Muzaffarovich tomonidan e'tibor qaratib, juda ajoyib maskaga aylantirilgan. Biz ham juda xursand bo'ldik. Shamol bor, shabada bor, salqin joy, daraxtlar bor. Juda havasimiz ketdi. Albatta Paxtachi tumanida ham bir vaqtlar nuroniylar bog'i bo'lgan. Shamsunazarov masjidida kolxozida men ham birinchi borganimda Muzaffar bobo bilan birgalikda o'sha hududga borgandik. Haqiqatan ham bugungi kunda ancha ayanchli holatga kelib qolgan. O'zimga oldimga maqsad qilib qo'ydimki, birinchi o'sha yerda xuddi sizlar Samarqandning tadbirkorlarini, Paxtachidan tadbirkorlar topsam, ushbu nuroniylar bog'ini juda eski o'zini holatiga qaytarsak degan maqsadni oldimga qo'yganman. Siz boyagi aytgandek, salgina qo'limiz kaltalik qilib turibdi, lekin maqsad bo'lsa, rahbar boshida turadigan bo'lsa, albatta bu narsani amalga oshirsa bo'ladi. Avvalambor hurmatli otaxonlar, onaxonlar, bugungi Samarqand shahridagi ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Borgan qadam joylarda o'zlaringiz ko'p duolar qilgansizlar. Ushbu duolaringiz ijobat bo'lsin. Xonadonlaringizda fayz baraka hech qachon ko'rib ko'tarilmasin. Bizning tumanimizning nuroniylari hamma jahonda ulug'vor. Uch avlod uchrashuvi deysizlarmi? Nogironlardan ahvol so'rash kerak deysizlarmi? Maktablardan, bog'chalardan ahvol so'raysizlar deysizlar. Qishloq xo'jaligi deysizmi? Tumanimizdagi yo'llarni tartibga keltirishsiz hamma sohada juda ulug'vor, tashabbuskor fuqarolarimiz. Shuning uchun insonlarni juda katta hurmat qilaman. Otamakonim, onajon o'lkam, O'zbekiston, jonim to'shay soyangga, senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, rimni alishmasman bida poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsang suyab, boshni tik tut deb tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim siluvlarning eng faranglarin, yo xudbinman men, yo bir sodda kasman men, Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat, 3 kunda sog'insam nima qilayin, qalaqalar bo'ldi hamma sayohat. Bildimki baridan ulug'im o'zing, bildimki yaqini shu tuproq menga, bahorda bag'manda tug'ilgan qo'zing, arab ohusidan azizroq menga. Sen bilan bo'lgan har kun bayram bazm, sensiz bir on qolsam vaqtim keladi, seni bilganlarga qilaman ta'zim, rahmim keladi. Assalomu alaykum hurmatli paxtachiliklar, assalomu alaykum hurmatli nuroniylar, assalomu alaykum hurmatli Qayum Norbekovich, hurmatli Fuat aka, hurmatli samarqandliklar, hurmatli do'stim Farmon Toshev qadrdon. Mana bugun viloyatimiz hokimining tashabbuslari bilan tumanimiz hokimi Qayum Norbekovlarning hamrohligida, bugun Sho'rat akamiz boshchiligida mana shu nuroniylarga bo'lgan hurmat, e'tibor tufayli, mehr oqibat tufayli bugun paxtachilik nuroniylar Samarqand shahrini sayohatini qilib, aylanib, bugun dam olib, bugun nuroniylar xiyobonida bugun dam olishmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nuroniylar to'g'risida, nuroniylar bu yoshlarning tayanchi, yoshlarning muallimi deb bekorga aytmagan. Nuroniylar yaxshi dam olib, o'zining bekor vaqtlarida, o'zining mahallasida yoshlar bilan ishlab, ularning ijtimoiy ahvollarini ko'rib, ularning yosh oilalarga yordam berib, hayotda qanday yashashligini o'rgatish bo'yicha tinib tinchimasdan mehnat qilib kelmoqda. Ana shunday nuroniylar bugun Samarqand shahrida mehmondir.
Avvalime o'zimiz nuronilar bular hammasi. Hali yettiliklarda bular mahallaning yettiliklari. Olamiz viloyatimiz. Viloyatda. Viloyat maskani kitob o'qiyapmiz. Bu Hazrati Bashirda bo'lgan voqea. Shu oy bo'lgan voqea. Şu sen tabii yolda degan oylarimiz Shunday sumkamdan da Rustam aka. bu boyagi yegin yana yo'q qo'lida qalam yozib turadi yo'q borib xabarim. Yok hali bu. Mana bir de Berib ketasanmi? Hammaga berildi. Jamg'armani boshlagan hokim o'g'illarimizga kim mana shu yerda hissa qo'shgan bo'lsa, shopirlarimizga xizmat qilganlar mana shu sovg'alarni tayyorlagan, mana shu xalqimizga, elimizga nurimizni yetkazib, ko'ngillarni ko'targan insonlar barchani Allohning o'zi xizmatlaridan rozi bo'lsin, ajr mukofotlarini bersin. Mana shu yurtimizga, elimizga, tinchligimizga ko'z tegmasin. Butun rahbarlarimizga mana shu tumanimizdan boshlab to vatanimiz va yurtboshimizgacha rahbarlarni barchani xossatta yurtboshimizni ham aziz boshlarini omon qilsin. So'zi bizlarning yurtimizda obodonligi uchun xalqimizni farovonlik yo'lida qilayotgan ishlarini barokatini bersin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Muzaffar akamizni ham bir kungina oldin tavallud kunlari bo'ldi. Tavallud kunlari ham muborak bo'lsin. Ko'p yillar mana shu nuronlarimizga bosh bo'lib, mana shu tumanimiz rahbarlariga yonida bo'lib, kumashilar bo'lib, biz nuronlar ishlashimiz nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xoyri xalqi Muhammad va alihi Endi bunday taklifimiz topshirib, mana zinada hammamiz rasmga tushganmiz. Nasırın nuroniylarimiz, farzandlarni, nabiralarni boshiga omon bo'lsin. Muzaffar aka hamisha bosh o'tsin. Sog' bo'linglar. Mayli, xudo bersin.